Azizlar, reyestrga tushib qolyapsiz. Yechim bormi? Assalomu alaykum. Biz shu musofirchilikda shuncha yildan beri yurib, turli xil migratsion vопросlarda o'zimizni hal qilib va orasida yurganimiz uchun sizga tekin layfhaklarni va nimadan nima kelganlarini tushuntirishga harakat qilamiz turli xil videolarimizda. Endi bugungi mavzumiz reyestr bo'ladigan bo'lsa, reyestrni hammamiz bilamiz nimaligini. Men o'zim o'ylaymanki, gunohkorlar dori deb o'zimcha nom qo'yaman. Gunohkorlar doriga begunohlar ham tushishi mumkin. Xullas, reyestrga tushib qoldingiz. Nima qilish kerak? Asli boshidan kelish kerak. Aslida biz bugungi kunimizni emas, o'tgan kunlarimizni ham sarhisob qilishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Siz hozirgi ayni damda patentingiz bor, registratsiyangiz bor, trudoviyingiz, hamma narsangiz borda, lekin siz reyestrga tushib qoldingiz. Lekin bitta avvalgiga olib qaraydigan bo'lsak, o'tgan yil, undan oldingi yil, oxirgi 3 yilda sizning registratsiyasiz yurgan yoki трудовой договорsiz yurgan yoki уведомленияsiz трудовой договор bo'lsa ham уведомленияni bermagan yoki bo'lmasa siz уведомление трудовой договорingiz bor, patent to'lagansiz, lekin ishxona уведомленияni ishga oldim deb topshirmagan bo'lsa, nelegal holatda yurgan bo'lsangiz, internet zboylari bo'lyapti, saytlarning bir xil ishlamasligi oqibatida siz kirdi-chiqdi qilib bemalol registratsiya bazada chiqib, original patent olib yashayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Lekin o'tmishda oxirgi 2 yil, 3 yilda va eng so'nggi oxirgi 1 yilda siz shunday o'zingiz bilasiz, juda ko'pchiligi biladi. Shunday qonuniy o'zingiz jinoyat qilgan bo'lsangiz, endi administrativniy bunaqa jinoyat deganda og'ir emas u. Hujjatingizni to'laqonli qilmaganingiz oqibatida reyestrga tushgan bo'lasiz. Va aksar odamlar, nechta migratsion forumlarda o'qisam yoki yuristlarning taglarida, obsujeniyalarda, kommentariyalarda, YouTube'da, Instagram, VK'da o'qisam, o'sha mashhur yuristlarning ham juda ko'pchilikning tushgani sababi, men shuncha paytdan beri patentda yurgan edim deydi. Lekin doskонально o'qisangiz, o'zi faqat pul to'laganini patentda yurgan edim deb o'ylaydi, bo'ldi. Ya'ni ofitsial yurgani ham bazada chiqsa bo'ldi deb. Bu o'tmish o'tib ketdi. Oxirgi 2 yilda juda qattiq трудовой договорlarni va уведомленияларni tekshiryapti, bilyapsizlar. Oydan tushgan yo'qmiz. Endi трудовой договорingiz oldin bo'lmay, patent to'lagan bo'lsangiz ham, o'tgan yil misol patent to'lagan bo'lsangiz ham, nelegallikka reyestrga tushdingizmi, siz 2 oy o'sha трудовой договор bermay, 2 oy o'tib ketgandan keyin to'lab yuraverganingiz, bazada registratsiya chiqqani, bu sizga haqqoniy yurganingiz degani emas. Bu sizni nelegal yurganingiz degani. Chunki siz уведомление topshirmadingiz yoki bo'lmasa трудовой договор topshirmadingiz. Hech bo'lmasa ana u besplatniy grajdanlar bilan, Rossiya grajdanlari bilan qiladigan tekinidan qilib topshirmadingiz. Usuli juda ko'p. Men o'ga alohida videolar qilganman. Ammo siz qo'lingizda chekingiz bilan, registratsiyangiz bilan men haqman deb turayapsiz-da va reyestrga tushganingizdan keyin borib jalba qilyapsiz. Jalba qilish natijasida sizni yana qaytadan ustingizga hozirgi ishni turgan paytingiz ham nelegal bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni трудовой o'tib ketgan yoki kirdi-chiqdi qilgansiz, hali patent bermayapti. Patentni topshirib qo'ygansiz, patent bermayapti yoki annulyat deb jo'natib yubordi. Qo'lingizga 3 kunda chiqib ketdi, 3 kunda oshib ketdi. Shunaqalar juda ko'p. Hozir siz nelegal bo'lib turgan bo'lsangiz ham, ustingizga yana kerak bo'lsa qo'shib, sizda 2 ta 3 ta nima bilan badarg'a qilib yuboradi, ya'ni deport qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun azizlar, migratsionga borishdan avval, Saxrovaga yoki qishloqlaringizdagi migratsionga borishingizdan avval siz o'zingizni точно tushuning. Avvalda siz, yana qaytaraman, buni odamlar bitta narsa qaytaraver ekansiz, chunki chaytilni qaytarish kerak. Трудовой договорingiz bo'lmagan bo'lsa, уведомление siz tarafdan yoki xo'jayin tarafdan yoki ishxona tarafdan bo'lmagan bo'lsa, nyanya bo'lsangiz ham ish beruvchi bo'lish kerak nimada? Трудовой договорda. Qarabsizki,
registratsiyasi falsifikasi bo'lgan bo'lsa, uplata patentni bir kunga bo'lsa ham kechiktirgan joyingiz bo'lsa, sizga reyestrdan chiqish qiyin bo'ladi va aksar paytda chiqarmaydi. Reyestrga o'sha holatlarning hammasini qilgan taqdirdagina tushib qolsangiz, nogohon o'shandagina isbotlashingiz mumkin. Reyestrga ham prosta takka tushirmaydi. 90% odamlar o'zining aybi bilan, 99% kerak bo'lsa odamlar o'zining aybi bilan tushadi. Va u aybini tan olgisi kelmaydi ko'pchilik. Ko'ringlar, o'zlaringiz bilinglar. Qaysidir hujjatingiz nito. Nima uchun nito? Posredniklar bo'laveradi degan. Rossiyaga birinchi kelib qo'yganlar, ustida oshnangiz, jo'rangiz, boyagi balay battor internet bo'laveradi degan. O'zidan chala YouTube yasab olgan, haligi bloger yasab olganlar bo'laveradi degan. Shuning uchun siz ham bo'laveradi deb to'lagan patentingizni yurib yashayvergansiz. Aslida esa 2 yildan beri hamma narsangizni to'liq qilgan taqdirdagina siz legal yurgan bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Reyestrga agar asosli tushsangiz chiqarmaydi. Siz 1 yilga annulit berildimi? Patentingiz bermadi sizga aytayapti. 1 yildan keyin olasan dedimi? Siz 1 yildan keyingi qochiraman demay chiqib ketish shart. Eng oson, eng arzon yo'li shu. Chunki shu sizning mana shu hissiyotingizdan foydalanayotgan moshenik yuristlar, moshenik advokatlar o'zidan yasab olgan, tagi yo'q, tugi yo'q. Sizdan 40 ming, 50 ming, mana ko'ryapmiz, 70 ming pullaringizni olib, uni ham ochirmay o'zlari qochib qolib yuribdi. Shuning uchun 15 mingga bilet olib, eng yaxshisi ketish kerak. Bu yakka yurgan odamlarga tegishli. Endi isbotlab berish jarayoni juda qiyin. O'zlaridan advokat yasayotganlar bitta yarimtasini isbotlayotgani ularning железно доказательствоsi bo'lgani uchun, nogohon tushib qolgani uchun chiqyapti. Hamma emas. Sizning orqangizdagi qilingan shusterlik ishlaringizni o'zingiz bilasiz. O'zingizdan boshqa ko'p hech kim bilmaydi. Yoki bo'lmasa yana bitta odam tushdi, yaqinda reyestrga tushgan, izlab chiqsa 5 yil, 6 yildan beri hamma yoq ofisdan yurgan, 8-10 yil avval deporti bo'lgan. Deporti shu zboy saytlar asosida valig'imi to'lmay kirib kelgan. Ana Belarus orqali kirib kelgan, balay battar joylar bo'lgan. O'sha paytlarda kirib kelib, ofitsialniy registratsiya qilib, ana Putin как раз ruxsat berdi, legallashdi dedi, boshqa dedi. Lekin uning deporti annulit qilinmagan ekan. Tushunyapsizmi? Oxirigacha bormagan. Ya'ni qilingan, qilib bergan advokatga ham oxirigacha aytmagan. Masalan, shaxsan bizga ham u hammani zapretga tushib, hozir ketyapti, reyestrga tushib. Shaxsan bizga ham lichkaga yozadiganlar bor, aka mana shunaqa dokumentlarim bor dedi. Bitta qadam orqasini so'rasangiz, unaqa narsam yo'q edi dedi. Bo'ldi tushgansiz, 6 oydan 3 yilgacha sizga zapret urgan bo'lishi mumkin, vidvareniya qilgan bo'lishi mumkin. Nima dedi o'zi desangiz, 1 yil kirmaysan deb aytdi. Shu 1 yil kirmaysan dedi. Bo'ldi, 5 ming, 10 ming birovga bermay, shunday ketingda 1 yildan keyin keling desangiz, yo menga 70 mingga qilib beraman dedi deb aldanayotgan odamlar bor. Keyin aldanganini yozadi. Xafa bo'lasiz. Chunki sizga o'zi aytib turibdi. Studentlar tushayotganlar bor. Studentlar. U har biriga bittadan qarayapmiz. Studentlar tushayotganlar, yangi studentlar tushyapti ayniqsa. Ular esa kechagina bezdokument yurgan edi. O'qishga kirgizayotganlar, bizga o'qishga kirsalaringiz legallashib olasiz deb mana shunday lag'mon ilgan. Ular haqiqatan legallashtirib berganday ko'ringan, original hamma yoqni qilib berdi, boshqa qildi deganday qildi, ammo uning o'tmishida prasrochkasi bor edi, patent to'lamagani bor edi, dogovori, уведомление boyagi mashmashasi bor edi. Ularga ham reyestrga tushdi. Tushundingizmi? Kompyuter hozirgi turganingizda legalmisiz, nelegalmisiz uga qaramaydi. Oxirgi 3 yilingizdagi, oxirgi 5 yilingizda yopilmay qolgan nimangiz bormi? Deportingiz, mana vidvareniyangiz bo'ladi-ku, chegarani buzib kirganingiz, boshqa. O'shalaringiz bormi? O'shalarga qaraydi. U narsalarni ko'pchilik aytmaydi. Chunki uje siz tushunib yetasiz-ki, men 3 yil avval, 2 yil avval o'zimning shtrafim bor edi yoki to'lamagan edim yoki vidvareniyam bor edi deb o'zingiz bilganingiz uchun yuristlar
u yeringizni so'ramay propuska qiladi. Bugungi kuningizni so'raydi, legalmisan, ochib beraman deydi, pulingizni oladi, boradi, yo'q bo'lib ketadi shu bilan. Aksarida aldab yuboradi. Ayollarimizni juda ko'p aldayapti. Juda ko'p ayollarimiz aldab ketyapti. Mana ko'pchiligini ko'rsangiz, ochib beraman deganda 30 mingga uxladim, 20 mingga uxladim deydi. Noinsoflar shunaqa darajada pastkashlar. Bu yana bir studentlar tomonidan bo'layotgan narsa. Endi eng nimasi farzandlari bilan shu yerda yurganlar, reyestrga tushib qolayotganlar. Ular hamma hujjatni qilgan. Shunda ham reyestrga tushib qolyapti. Sababi farzandining 6 yoshdan oshganda 1 yillik meditsinasini o'tmagan bo'lishi mumkin. 6 yoshdan o'tgandan keyin datkaloskopiyasini topshirmagan bo'lishi mumkin. Yoki endi kelgan bo'lsa 3 oyning ichida datkaloskopiya отпечатка palsini topshirmagan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasa farzandiga juda ko'pchiligi bor, registratsiya qilmagan. 1 oylik meni bolam mahbda deydi. Sizning bolangiz inostraniy grajdanin hisoblanadi va unga albatta registratsiya qilish kerak. Ya'ni Aminadan tashqari, Moskvada yurgandan tashqari, boshqa oblastlarda. Demak, qilishi shart. Ota-onasi трудовой договор bilan уведомление va ofitsial ishlayotgan bo'lsa ham, farzandi o'shanaqa joylarda, nyuans joylarda tushib qolgani bo'lsa, yoki 14 yoshdan tepasida narkologik va tuberkulyozga topshirish kerak. Analiz topshirish kerak. Hamma el qatori topshiramiz kattalar. O'shalar topshirilmadimi? Bo'laveradi dedimi? O'shalarning orqasidan hech kim sizga уведомлять qilmaydi, agar tanishingiz bo'lmasa. Ota-onasiga ta'sir qilib, ota-onasini ham oilaviy выдворение qilishga olib keladi. Mana nima uchun deputatlar aytayapti, oilaviy farzandini nima qilsa, farzandi orqasidan ota-onasini ham qo'shib oraylik deyapti. Yangi qonun ishlab chiqaryapti. Hozir uni agar соглашение qilsa, hamma deputatlar farzandlar maktabga bormagani uchun shu yerda yurganlar, farzandlar yurganlar, inostraniy grajdanlarning 3 mingdan 5 minggacha shtraf qo'yaylik deyapti, maktabga bormagani uchun. Agar spravkasi bo'lmasa, minglagan haqiqatdan migrantlarning bolalari maktabga bormayapti. Cheslisda qiladi, bu maktabdan u maktabga o'tadi, qishloqdan shaharga, shahardan boshqa shaharga o'tadi. Endi men ularni tushunaman, migrant sifatida, lekin qonun sifatida hech qayerda cheslisda qilmaydi. Tushunyapsizmi? O'shalarni shtraf bolalariga qo'ysa, bilasizlar, kim uga opekun bo'lsa, onasi yoki otasi tortib ketadi, bir-birini tortib ketdi xolos. Shuning uchun azizlar, meni maydalab tushuntiraman har doim, vaqtlarimiz ko'p ketadi. Hamma aslida 5 million migrant bo'lsa, 5 million migrantning 60-70% tushish sharoiti har xil hisoblanadi. Hammangizga identichna, hammangizga yakka holda. Sizning hammaniki bir xil emas. Shundan foydalanayotgan yuristlar, reyestringiz bormi? Ochib beraman dedi. Hech narsa yo'q. Patentingiz bormi? Hozir ochib beraman dedi. Hozir nimangiz bormi? Ochib beraman. Lotereya bu ham. Lotereyaga bittasiga aktyorlikka o'ynab bering desa, uydagilar qo'y so'yib o'tiradi. O bolam mashina yutdi deb. Unday emas azizlar. Ikkita o'zbek chiqib turib, menikini yechib bersa ishonib ketish kerak emas. Sizniki identichna, sizniki yakka holda. Hujjatlaringizni yig'ing, местный отделga boring, местный migratsion отделga boring, ular sizni tekshirib berdi. Ana go'slugidan tekshirdingiz boshqa. Javobini berdimi, 1 yilga chiqib ketasan. 3 kunda chiqib ketdimi? Chiqish kerak xolos. Siz qo'lingizda aniq hujjatingiz yo'q. Ya'ni o'tmishda qilgansiz, boyagi shusterlik qilgansiz. Bilasiz o'zingiz. O'zingizni aldamang endi. Chiqib ketish kerak. Hech kimga mana men yuristman deganga ishona ko'rmang. Chunki hammasi sizning karmaningizga qaraydi. O'zingiz bilasiz, musofirchilikda oson emas pul topish. Keyin 2 martalab qo'shiladi. Zapret deportingiz. Ular ham 1 oy, 2 oy, 3 oy vaqtlarda o'tib boshqa qilib nima qiladi. Bu ochadigan narsalar, reyestr degan balo oddiy jinoyat bilan tushish yoki bo'lmasa ikkita shtraf bilan tushish, sudga borib sudlanishdan ko'ra qiyinroq. Sababi bunga tushsangiz sudyaga qaraysiz, живой odamga qaraysiz va sudya sizni kechirishi yoki ikkita shtraf bo'lsa, shtrafga aylantirishi mumkin выдворениyaning o'rniga. Lekin reyestrga avtomatik tushdingizmi, nimangizdir bor. Tushunyapsizmi?
Gapni qisqa qilamiz deymiz. Har doimgidek 15-20 minut o'tib ketadi. Mana shu jihatlarga qarang. Yana qolgan-qutgan narsalarga o'zingiz e'tibor bering va haqiqatan hamma narsasi oxirgi 2 yil, 3 yilda joy-joyida tuytulki joyiga bo'ladigan bo'lsa, unda borib o'zingiz migratsion отделga hujjatlaringizni topshirsangiz, уведомление hammangiz chekingizni olib qo'ygansiz-ku, nimangizni chiqaradi xolos. O'zlari chiqarib beradi. Faqat siz bilan bizdan bo'layotgan narsa diqqat bilan daqiq qarashimiz kerak hamma narsamizga, hujjatimizga. Azizlar, omon bo'lamiz.